Assalomu alaykum, hormatli mazlar yaxshimi? Xullas, 380 apparat jasik tekshirishga. Tak, menda 220 bor, 380 yo'q. Mana men nima qilganman. 220 dan kabel chiqib kelyapti, mana. Bu kabel, bu podключать qilgan, bu stabilizatorga kirib ketyapti. Stabilizatorda esa men переделка qilib, ham latr qilganman, ham 380 chiqaradigan qilganman. 380, toza 380 emas, 90 gradus. Xullas, bu apparatga kirib ketyapti. Ikkita fazada, asnoviy, uchinchisi bu yerda kondensator orqali chiqarganman. Apparatga kirib ketyapti xullas. Mana hozir anaqani yo'qamiz. Birinchi latrni yoqdik mana. Ovozni eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Tak, endi apparat yoqamiz. Bu apparat yoqdik. Bu yerda balasini stent bor. Bunaqa. Bu kirish напряжение. Hozir mana 210 volt bor. Mana kirish tok 100 ampergacha deb qo'yilyapti bo'lsangiz. Bu chiqish tok 400 ampergacha. Hozir biz tekshiramiz. Tak. Mana bu qarshiligi ikkilik qarshilik elektrodga. Avtomatik переключать qilamiz kattasiga 25 amperlikka. Tak. Endi buni ko'paytiramiz. Qaysi bir tok? Bu passaj ekan. Tok. 120 amper bitta. Ikkilik elektrod qarshilikka. Endi bu uchlik elektrod qarshilik. Tak. 150 amper ekan. Почти 160. Ta, bu 5lik qarshilik elektrodga. Bo'layotgan 280 gacha boryapti. Tozasi 260 da. Toza 380 da 260 ga 280 ga boradi. Tak, bu yerda yana переключать qilamiz maytda. Bu уже 8lik qarshilik elektrodga bo'ladi. Mana tok kuchi qancha ishi? Shunaqa qilib tok tekshiraman men. Buni olib tashlaydigan bo'lsak, maksimal tok qilamiz sразу. Tok ishi 50 amper. 280 amper. Tak. Buni переключать qilsak, tok ishi xuddi shuncha bo'ladi, lekin tok kuchi ko'proq bo'ladi. Sal ko'proq bo'ladi, 55 amper shunaqa. Bu ovoz chiqayotgan bu stabilizator ovozi shunaqa. Transformator ovozi shunaqa. Mana 5lik elektrod тоже qizib ketdi. Просто tegizib turganman. Gaz o'zini 350 gini beryapti mana. Spokojno. 220 dan 380 apparatda. Toza 380 da vashim shikarni beradi. Endi bu ko'payib borayotgan sababi maytdagi. Bu rezistor qizib boryapti-da, mana shundan qizib boryapti. Shuni qizgan sari падение напряжения ko'payib boraveradi. Shuni hisobiga tok ham ko'proq ko'rsatishni boshlaydi. Shunday gap.